Assalomu alaykum. Avval Sho'rva kanali hurmatli obunachilari. Kecha video qo'yaman deb qo'yolmadim kechiga. Xo'p, akalar yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Endi bugungi novvosimiz endi shu haqida. Shuni qisqacha obzor qo'yaramiz. Narigi novvosimiz ketib qoldi, sariq novvosimiz Messining simental ketib qoldi. Hop, endi jaydar tashlab qo'ydik. Uni 29 ga sotdik. 29 ga sotdik. U 4 GVSga 470 ta keldi. 61,5 mingdanmi, 61.800 danmi aylandi bizga kilosi. Hop, endi akalar, mana shu novvosimizni 20.700 ga olib keldik. Bu novvosga hozir 38 kun bo'ldi. 14-fevralda olingan. 38 kunmi, 37 kunmi bo'ldi. Hop, endi akalar, bu novvos ideal ko'rimga, ratsioniga o'tkazdik. Buni ideal ko'rimda foydasi zo'r ekan. Maqsadim mana uni reklama qilish emas. Ideal ko'rimda mana reklama qilish emas, ideal agrarni reklama qilish emas, просто effektini men sezdim. Siz nima qilib yediringlar, natijasini ko'rasizlar. Hozir batafsil tanishtirib o'tib ketaman. Ideal ko'rim Germaniya texnologiyalari asosida 40 kilo. Bu tarkibida vilafos bor ekan, shu har xil mineral ozuqalar bor ekan. Mana bu Telegram kanali bor. Telegram kanali. Endi buni akalar, bu novvosga buni selosga aralashtirib berilar ekan. Bu pishdima berilmas ekan, kunjara berilmas ekan. Buni bir qopi 225 ming so'm. Hop, 225 ming so'm, 5640 so'mdan aylanadi 1 kilosi. Shunaqami? 70 so'mdan. 5670 so'mdan. Natija zo'r bo'ldi. Ikkinchi qopini yozyapman. O'zi batafsil tanishtirib o'tib ketaman. Buni olarkansiz, yomxonalardanmi, dillerlardanmi, qayerdan bo'lsa ham olarkansiz. Olib turib, birinchi o'rgatib olarkansiz molingizni. Mana shunchadan 100 gram berib o'rgatib olarkansiz molingizni. O'sha yemiga qo'shibmi, selosiga qo'shibmi o'rgatib olarkansiz. Lekin mol o'rganar ekan. Mol o'rgangandan keyin mana shunaqa bo'lib tepalari yayilib ketar ekan. Bunaqa ba'zi rasmlarni qo'yib ketaman. Jarroqdi mol. Undan keyin 5% ozuqasi oxirida qolish kerak ekan. 5%. Hop, selosni ratsionni qo'yib ketaman hozir. Ratsionini qo'yib ketaman. Bo'lmasam hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir 1 minut. Mana shu ratsioni bo'lar ekan. Mana mana tomonidagi mana 175 dan 250 gacha deyapti. Bu GVSga. Mana makka selos deyapti. 6 kilodan deyapti. 175 kilolik GVS 170 kilodan boshlanar ekan. 250 ga to'xtar ekan. Shuncha bo'lgan oralarda bolalarga 6 kilo selos bilan beta pichan yoki somon pichan. Somonni 1 sm qilingan emas deyapti. Ideal ko'rim deyapti. 3,5 kilo deyapti bir kuniga. Endi bilmadim endi bir. Hozir men beryapman. 1 kilo 600-700 beryapman. Yo'q, 1 kilo 800 shunaqa atrofida beryapman men. Hop, yeb yog'iga ketaverar ekan mana.
251 deyapti. 251 dan boshlanadi bu esa 350 gacha deyapti. Mana 351 dan boshlanib 450 gacha deyapti. Mana shunday ketaveradi. Mana screenshot qo'ysalar mana tayyor nima. Tarkibini ham ko'rsatib qo'yaman. Buning ichida har xil narsasi bo'lar ekan. Tarkibi. Rapsshirot deyapti. Makka, arpa, bug'doy, ozuqa, droji, soda, vilafoz, premix, kalsiy, tuz. Saqlash harorati -5 deyapti. Mana Andijonda ishlab chiqarilyapti ekan o'zimiz Andijonda, vodiyda. Xo'p, akalar, endi buni oldida постоянный suv turishi kerak ekan. Mana oldidan suv quyib qo'yapman. Mol yaxshi bo'lyapti, o'zgarish chotki. 5% o'ldim deganda 5% ozuqa qolish kerak. Endi mana shunaqa. O'zi mol xollaganda suvini ichib, xollaganda yemini ichish kerak ekan. Mana selosi bo'lsa, selosni men hozir erta kech bir qop beryapman. 10 kilodan bo'lib beryapman. Chunki mol to'ymayapti. Mol ozuqasi turish kerak oldida 5%. Shuni selosni o'sha 10 kilo beryapman. 10 kilo mana maytga tashab 1 kilo 800 galkorum tashab turib yaxshilab aralashtirib beryapman. 10 kilo selosga 1 kilo 800-700 shun atrofidagi bo'lgan ideal ko'rim. Maqsad chorvani to'g'ri boqish kerak ekan. Buni molda kunjara borku, kunjara yaxshi, ma'lum ideal ko'rim yaxshi hazm bo'lar ekan. Kunjarada bosh qozonni shu qaynatib, endi molku bu aytmaydi bu. Qaynatib va shu bir balolar qilar ekan. Ma'lum ideal ko'rim yaxshi hazm qilishiga, chotki rivojlanishiga yordam berar ekan. Mol yayilib ketgan. Sinadik endi effekti zo'r bo'ldi. Sho'x bo'lib ketar ekan mol. Bir tomondan sho'x bo'lib o'zini eplanmay qolar ekan. Keyin mol semirish chotki bo'ldi. Semirib qoldi. Buni olib sinadik ideal ko'rimda. Ideal ko'rimda gruppasi bor, o'sha skaner QR kod bor mana. Bilmaganlarga ashdan QR nima qilib, skaner qilib gruppasiga kirib ko'raverasizlar. Gruppasida Hamidullo akalar bor, Ulug'bek akalar bor. Shuhrat tog'lar ko'pchilik bor. O'shalarga yo'l ko'rsatadi, beraman desalang. Akalar, videolarda xato kamchiliklar bo'layotgan uzr. Videoim yoqqan yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar, chotki bo'ladi hammasi. Mana mol mashnaqa qo'zi xollagan deyish kerak. Selosga ham e'tibor beringlar, selosga. Birinchi o'rinda selosga. Selos alkogolli hidi kelmasligi kerak selosdan. Achigan bo'lmasligi kerak. Dumbilini ezilgan holda bo'lishi kerak dumbili. Naqasi, makkasi. Makkani bitta o'zinaqa donachasi bo'ladi-yu. O'shani ezib borgan bo'lishi kerak ekan. Yaxshi hazm bo'lar ekan o'shanisi. Endi meniki shunaqa dumbilini drabilkasida qilib olgan ekan selos. Selosni drabilkada qilib olgan ekan. Jaguar drabilkasini ishlatgan ekan, ya'ni selos qilayotganda. Plus chotki qilib xuddi o'sha aytgandek nimasida hidi ham bunaqa alkogolli hidi kelmaydi. Bir xil nimalarda pivani hidi keladi-yu, seloslarda. Yaxshi pishmagan bo'ladi o'shalar. Mana shu ideal ko'rim endi berishlarni maslahat beraman. Hozir men berib qo'yganman. Iloji bo'lsa yana kechga chiroyli qilib beraman. Bozorlarga chiqishga harakat qilamiz yana. Ideal ko'rim. Tarkibi aytib berdim. Yana mana misol ko'rsatib beraman. Shu holda bo'lar ekan. Shakardan mayinroq, undan yirikroq.
Molimiz xudo xolasa yaxshi. Suv oldida turish kerak bizatildi. Mol yem ideal ko'rim chanqatar ekan. Bo'ylari 1.30, 1.25 dan tepada. 1.25 dan tepada. Yoshi yosh bo'lgan davosimiz 20.700. Avval Chorva bozoridan olingan. Shu. Endi akalar kanalimizni kuzatinglar. Bozorlardan harakat qilamiz. Obuna qo'yinglar, like bosinglar. Video qilmaganiga ham ancha bo'lib ketibdi. Narigi novosimizni 29 ga sotdik. Sariq novosimizni foyda endi yaxshi tashadi. Yomon emas, 1 yil boqdim. 1 yilda yaxshi yomon emas, Xudoga shukr bo'ladi. Nolimaslik kerak asosiysi akalar. Ziyonga kirmaganiga shukr. Chorvada endi hozirgi kunda chorvachilikda akalar juda bir tavakkal qiladigan bo'lib qoldi. Ko'ryapsizlar, kasallar chiqyapti. Yanada yangi kasal chiqibdi. Rossiyada molni yoqib yuborishyapti ekan. Buni endi doktorlar bilan, vet doktorlar bilan gaplashsam, buni endi bilmadim endi nima deyishyapti. Kasalni nomini aniqlab magim qo'ya deyishyapti. Nima bo'lsa, vaksinalar chiqsa endi eplasa bo'ladi. Hozirgi kunga kelib chorvalar ham juda nozik bo'lib ketyapti. O'shanga vaksinasini qilib hammasini. Vaksinasini qilinglar. Sababini qilinglar, endi Allohdan bag'i. Chorvachilikda tavakkal bo'lib qoldi bag'i endi. Tavakkal ish qilasizlar, Xudoga tavakkal. Mollaring o'ladimi? Avvalambor o'lmasin-u. Ularni endi bag'i Xudodan. Yaxshi foydaga kiringlar. Endi bu ham o'ziga yetib qoldi. Balkim sotib olishim mumkin. Nimasi yo'q. Kelib ketaveradi bizda. Kelib ketaveradi. Ancha yetib qoldimi, ketaveradi. Sho'x bo'lyapti-da shunga. O'zini o'zi eplanmay qolyapti. Kelganda mana shu mishiq taqaydi. Mishiqdan qo'y deydi-da xullas akalar, qo'y deydi. Qo'y taqib yuborishdi-yu, yaxshini yeb bo'tga jirib yutib qoldi. Mana turishdi qaranglar. Inasining uyda turgani turibdi. Chorvaga oid bo'lgan savollaring bo'lsa, beringlar kommentariyada. Iloji boricha javob beraman. Yashurga qanday? Yashurga sinalgan nimalar bor yashurga akalar? Yashurga margansovka sprey aslini ozroq qilib turasizlar. Shu bir kunda bir marta, 2 marta og'izdan sep qo'ysangiz og'izdagi yaralari bo'ladi. Hozir ko'pchilik yashur bo'lyapti, mana shu molni vaksinasi qilingan egasi-yu, Xudoga shukr yashurga olib kelib qo'ydim. Bundan oldingi savdosim yashur bo'lgandi, bu bo'lmadi. Istemasi bo'lsa diklafenak. Hozir men ko'rsataman. Bu diklafenak bo'ladi akalar. Bu diklafenak quvada ishlab chiqarilar ekan. Endi ochib nima qilgani endi mana shu diklafenak qizil bo'ladi korobkasi. Bu odam aptekada bo'ladi-yu, mana bu diklafenak. Bundan mana bu diklafenakdan 5 gram qilsangiz, bunda 10 gram qilasizlar-da. Shunaqa, shu. O'shanga buni olib kelib qo'ygan yaxshi. Yaxshi bo'lgan mollarda. Videolarda cho'tka qilamiz endi bag'iga Xudo xolasa. Mol o'zi xohlaganda deyapti. Bu nimasi yo'q, menga foydasi yo'q. Prosta sinalgan bo'lgani uchun o'sha ko'pchilikka aytyapman. Boqinglar mana shunda, mana shu yaxshi ekan deb.
Menga bir tiyin berishmaydi, mani kuzatib ham borishmaydi, boshqa ham qilishmaydi. Kanalim prosta yaxshi ekan. Ismoil aka buni asoschilaridan ekan, adashmasam. Ismoil aka Andijonda ishlab chiqarilar ekanda xullas. Buni qo'ydiki bor, tinimdagi sigirlarki bor, sigirdiki bor, buzoqlarki bor, buqalarki bor. Endi men buni birinchi marta berayotganim uchun tajriba kamroq. Mana shu nog'oz shu turishi shu ideal ko'rinishda bo'ldi. Rasmlarni qo'yib boraman video davomida. Akalar o'zlaringiz hisob qilinglar. Iloji boricha bozorlardan qilamiz. Oldi tuzi bor. Aytgan uchun. Bozorlardan video qilamiz. Chorvaga oid bo'lgan savollarni beringlar, javob beramiz. Imkon qadar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.